Ozgina magiya qilsak, sizni kartangiz mana hammasi dama bo'ladi. Pulga bitta barmog'imni qo'yaman, pulni shunchaki mana shunday barmog'imni tepaga ko'tarib, pulni yuklab qo'yadi. 5 qarg'amidi necha? Ustiga chiqib qoladi. Yo'q. Tani ko'rib, yo'q. Tuz qo'yib, sizga rezinkani ko'rsataman. 1 2 3 desam bunga o'tib qoladi. Qanday bo'lib o'tdi? Hangani sizga ko'rsataman, qo'limga tashlayman qarang. Bu yoqni olsam, pastdan chiqib qoladi. Suv qurtsak, bu yoqni yo'qoladi. 5 mingni shunday qilsak, ustiga chiqib qoladi, ko'rdingizmi? Qo'y bo'ladi. Siz qo'lingizda bosib turibsiz, $100 tagiga o'tib qoldi. Qo'y bo'ladi. Pastda odam. Qo'limda shu narsa. Qarang, boshqalardan qarang. Ko'z yordamida uzukni yuqoriga harakatlantirsa bo'ladi. Bu fokus tekshirib ko'ring. Ajoyib. Qancha bo'ldi? Voy bo'ladi. Sarvar akaning yursin. Yorqqa qilib ko'ring, ushlab, yorqqa qilib ko'ring. Yorq. Ikkitasini nabarot qo'yaman, ves kaloda menga qaraydi. U bo'ladi. Bittasi teskari turibdi. Oling. Bittasi teskari. Mana maskarta qo'yilaman. Salom mening obunachilarim va kanalimni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Ko'cha fokuslarini navbatdagi sonini sizlarga namoyish qilamiz bugun. Ajoyib qiziqarli fokuslarda ko'cha fokuslarini sekretlari bilan birga sizlarga yetkazib ko'rsatib berishga bugun harakat qilamiz. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bor yo'g'i 12% odamgina shunchaki obuna bo'lib tomosha qilyapti ekan mening kanalimni, qolgan 88% odam esa shunchaki obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti ekan. Like, podpiska, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi qiziqarli ajoyib fokuslarda sekretlari bilan birga tayyorlangan videoroliklar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Ko'p gapirmaymizda, yangi videolarda ko'ramiz va ularni birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Yana aralashtiraman kartalarni. Qarang. Bitta kartani ko'rsataman. Nechi? 5 qarg'a. 5 qarg'ani o'ntaramanda mana stol ustiga qo'yaman, qolgan kartalarni ustiga qo'yaman. Bitta shelchuv qilsak, 5 qarg'amidi nechi? Ustiga chiqib qoladi. Yo'q. Tani ko'rib, yo'q. Tuz bo'lib qoladi. 5 qarg'adan ko'ringlar nechta bor? Yo'q, 5 qarg'a bitta shekilli. Bitta ekan. Bitta ekan. Kartalar bilan ushbu trukni, ushbu fokusni qanday bajardik? Bu yerda ozgina lofkost truk, qo'l mohirligi, qo'l chaqqonligi kerak bo'ladi. Bu yerda любой kartadan bu fokusni bajarsangiz bo'ladi. Kartani aralashtiryapman, mana videoda ko'rdingiz va kartalardan bittasini ochib ko'rsatyapman. Menda 5 sertsa, 5 yurak. 5 yurakni bunga qo'yyapman-da va 5 yurakni kalodadan olib turib stol ustiga qo'yyapman va shu harakat bilan 5 yurak ustiga chiqib qolyapti. Men bu fokusni TikTok sahifamda ham ko'rsatib sekretini ochganman. Bu yerda har qanday duch kelgan kartani aralashtirib, prosta fokusda asosiy sekreti bu yerda biz bir dona emas, 2 dona kartani mana bunday qilib bitta bu ko'rsatkich barmog'i yordamida 2 ta kartani olamiz. Bu двойной подъем deyiladi fokusniklar tilida. 2 ta kartani mana shunday qilamiz va break ushlab turamiz jimjiloq yordamida. Bosh barmoq bu yerda turadi, ko'rsatkichli barmoq oldida va 3 ta panjamiz kartani bu yonida. Jimjilog'imiz break ushlab turadi. Mana tomosha qiling. 2 ta kartani mana bunday qilib kartalar ochgan paytimizda 2 ta kartani olamiz. 5 chillik bu yerda dama orqasida turibdi. 5 chillikning orqasida dama mana. Bunday break ushlab olamizda kartani shunchaki ochamiz. Bunga ozgina trenirovka kerak bo'ladi. Bu sal qiyinroq usul. 5 ta kaloda ustiga qaytarib qo'yamiz va bu
damani hamma buni 5 deb o'ylaydi. Ko'rsatmasdan pastga qaratib stol ustiga qo'yamiz. Bor yo'g'i bitta harakat bilan shunchaki 5 chili tepaga chiqaramiz. Bor yo'g'i shu. Menda necha pul? 10 ming so'm aka. 10 mingni mana ko'rsataman, yerga qo'yaman, qarang. Qo'lib bitta barmog'im tekshirib ko'ring-chi buni. Hech narsa yo'q. Qarang, pulga bitta barmog'imni qo'yaman, pulni shunchaki mana shunday barmog'im tepaga ko'tarib, pulni buklab qo'yaman. Ha, qo'lingda bir narsa yopishtirib olgansan. Pulni ham tekshirib ko'ring. Orqalarida bir narsa bor-da shuni. Mana shu tomosha qilgan fokusingizni sekretini hozir sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu fokusda yangi pul kerak bo'ladi, shiqiradigan pul. Mana bunaqa eski pullar, urinib qolgan pullar bu fokusda o'xshamaydi. Fokusda asosiy sekreti pulni mana bunday qilib yarmidan buklaymiz va mana bu harakatni qilamiz. Teng yarmini buklab mana bunday qilib pulga ishlov berib olamiz fokus ko'rsatishdan oldin. Pulimiz fokus ko'rsatishga tayyor, mana tomosha qiling, o'zi buklanib qoladi. Bor yo'g'i shu pulni pastga qo'yamiz. Bitta barmoqda tomosha qiling. Sekin qo'limizni barmog'imizni ko'tarsak, pul o'zi buklanib qoladi. Mana bunday bu. Bor yo'g'i shu. Ko'ryapsizmi tangan? Tangan sizga ko'rsataman, qo'limga tashlayman qarang. Bu yoqni olsam, pastdan chiqib qoladi. Suv quvsak, bu yoqni yo'qoladi. 200 so'm. Haqiqiy. 200 so'm-mi? 200 so'm. Tangani ko'ryapsizmi? Men tangaga qarang, yaxshilab qarang. Boshingizni olib ko'taring, qarang. Hop. Tangani qo'limga tashlayman, 1-2-3 desam pastdan chiqadi. Bunday yo'q bo'ladi. Yana bitta. Yaxshilab qarang, yana buni ko'rsataman. 1-2-3 deyman, tagidan chiqadi. Suv kuf deyinchi? Bo'ldi yo'q, bos. Qo'y. Ko'rsating kendini. 200. Yopishmani? Yo'q, yopishadigan emas yo'q. Tanga bilan fokus. Tanga bilan qanday qilib bu fokusni bajardik? Fokus sekreti quyidagicha. Bu yerda luboy tangani ishlatsangiz bo'ladi. Bu faqat kichkinaroq bo'lishi kerak. Sababi mana tangani ko'rsataman, qo'limga tashlayman va qo'lim tagidan tangani olib beraman. Bu qo'limda tanga yo'q bo'lib qoladi. Bu fokus sekreti juda ham oson. Tangani tashagan paytimiz tanga bu qo'limizda qoladi. Mana bu harakat mana tepadan qaralganda mana bunday ko'rinadi. Prosta bu yerda qo'l chaqqonligi ozgina kerak bo'ladi. Tangani tashlaymiz. Tanga qo'limda qoldi. Mana ko'rsatkich va bosh barmog'imda. Qarang. Tangani mana tepadan pastga tashagan paytimiz mana tanga qo'limda qoldi. Buni sezdirmasdan bajarish kerak bo'ladi. Shu sababdan kichkinaroq tanga tanlang va shunchaki qo'lingiz tagidan, kaftingiz tagidan tangani olib, bu qo'lingizni ochganingizda g'oyib bo'ladi. Bu fokusni sekreti shunaqa edi. Pul rezinkasi mana ko'ryapsizmi? Men aylantirib ko'rsataman. Haqiqiy pul rezinkasi, tekshirib ko'ring-chi. Xo'p, o'zigimga yechib turaman. Pul rezinkasini mana ikkita ko'rsatkich va o'rta barmog'imga o'tkazaman. Qarang, ozgina mana cho'zib sizga rezinkani ko'rsataman. 1 2 3 desam bunga o'tib qoladi. Qanday bo'lib o'tdi? Mana tekshirib ko'ring-chi. Rezinkani mana bu qo'limga o'tkazyapman, ikkita barmog'imga. Rezinkani mana aylantirib cho'zib ko'rsatyapman. Bor yo'g'i bunday qilsak, bunga o'tib qolyapti. Bu yerda asosiy sekret mana orqa tarafdan ko'rsataman. Rezinkani cho'zib ko'rsatgan paytimiz mana bu rezinkani orasiga hamma panjani solamiz. Va mana solingandan keyin mana ikkita barmoq bu yerda turibdi-mi? Qarang. Rezinkani cho'zgan paytim mana bu hamma panjani bu yerga sovolyapman va bunday qilib cho'zib chalg'atib ko'rsatyapman. Bu juda ham oson. Bor yo'g'i qo'lingizni shunchaki ochsangiz, o'zi rezinka bu yoqqa o'tib qoladi. Pul nechi pul? Orqasida 1 2
Zarvar ekan, yuzini qaytaring. Suv yuborsak qancha bo'ldi? Voy beradi. Zarvar ekan, yuzini qaytaring. Yorqaq qilib ko'ringchi ushab, yorqaq qilib ko'ring. Yorq. Fokus sekretini aytaman. Qarang. Fokusni ko'rsatishdan oldin hech kim yo'q joyda tayyorgarlik qilib olasiz. Yirikroq pulni bitta, ikkita, uchta, to'rtta teng buklaysiz-da mana. Mana bunday harakat keladi. Shuni bitta bunaqasiga uyni tomiga o'xshab bo'lish kerak. Yopiq tarafini bu ikkala barmoqqa mana bunday qilib qaratib olamiz. Ochiq taraflari kaf tarafga turadi. Mana bunday bo'ladi. Endi fokus ko'rsatishga tayyormiz. Buni tayyorlab qo'limga oldim va tomoshabindan 1000 so'm yoki 500 so'm yoki 5000 boshqa pulni olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatamiz. Bu yerda bosh barmoq bilan bu pulni mana bunday qilib tikalaymizda, mana bunday qilib tikalagan payt 1000 so'mni solamiz bunday qilib. E'tibor bering, soldik. Orqasida 50 ming. Qarang, 50 ming turibdi. Bu qo'limni ko'rsataman. 50 ming mana u qo'ldan bu qo'lga o'tyapti. Bunga olgan paytim buni ko'rsataman, bunga olgan paytim buni ko'rsataman va finalga qarang, aylantiramiz. Shubha qolmaydi bu yerda. Orqasida pul bor deb hech kim o'ylamaydi. Buni mana 50 ming joyida qoladi. 1000 so'mni o'zini aylantiramiz. Shu harakatlarni qilamizda va boshlaymiz. Xuddi boyagidek bitta, ikkita, uchta, to'rtta buklaymiz pulni. Ikkala pul teng bo'lib qoladi. Orqada qarang 50 ming, oldida 1000 so'm turibdi mana. Shuni bitta aylantirib olamiz oldiga. Va 50 ming yoyiladida, e'tibor bering. 50 ming yoyiladida 1000 so'm orqasida qolib ketadi va boyagi harakatlarni bajarib pulni yashiramizda 50 mingni ko'rsatamiz. Shu fokusni sekreti edi. Agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu fokusni tepada turibdi, mana yozib, o'shani bosib, tepada. O'shani bosib, boshqa videoim bor, shu fokusni sekretini batafsil ko'rsatganman. O'tirib, ko'rib o'rganishingiz mumkin. Bu fokusni sekreti shunaqa edi. Uzikda qo'limga taqaman. Yaxshilab qarang. 1, 2, 3 desam, uzik chiqib ketadi. Uzikda yorug'i bormi? Butun ekan-a? Butun. Uzik bilan bu fokusni qanday bajardik? Shu haqida gaplashamiz. Qarang. Bu yerda uzikda mana oddiy, обычный uzik, ochiq joyi yo'q, ko'rishingiz mumkin. Qo'limga taqayapman. 1, 2, 3. Uzik qo'limdan chiqib ketyapti. Bu fokusni sekreti juda ham oson. Uzikni oxirigacha taqmaymiz. Sal bo'shroq turishi kerak uzik. O'rta barmoq va ko'rsatkich bosh barmoq bilan uzikni mahkam tutamizda oldiga surgan paytimiz mana bunday bo'lib uzik chiqib ketadi. Prosta shu harakatni tez qilishimiz kerak. Uzikni oldiga tortganimizda jimjiloq barmoq oldiga suriladi mana bunday. Buni ozgina trenirovka qilamiz. Albatta bu juda ham oson fokus, sizda ham o'xshaydi. Fokus siri shunaqa edi. Mana rezinkani qiyaman. O'rtasidan qirqaman. Uzikni o'tqizaman. Yaxshilab qarang. Uzikni ko'ryapsizmi? Ko'z yordamida uzikni yuqoriga harakatlantirsa bo'ladi. Bu fokus, tekshirib ko'ring. Ajoyib. Davom etamiz. Uzikni ko'z bilan qanday yuqoriga harakatlantirdik? Bu fokus ham juda ham oson fokus. Bu rezinkani o'rtasidan qirqib olamiz. Uzikni fokusini ko'rsatgandan so'ng mana bu fokus hozir sekretini aytdim. Uzikni qo'liga berasiz tomoshabinni, uzikni ko'zdan kechirayotganda rezinkani ikkiga qirqib olasiz bo'lib va uzikni rezinkadan o'tkazasiz. Mana bunday qilib. Uzikni ko'z bilan harakatlantiramiz deysizda, uzik yuqoriga harakatlanadi mana bunday bo'lib. Bu fokusni siri shundaki, rezinkani o'tkazgan paytimiz bu yerda mana oshiqcha rezinka bu barmoqlar yordamida yashirilib turadi va rezinkani cho'zib olamiz. Yuqoriga qilsak bo'lmaydi, sal uqilon turish kerak, ozgina
va bor yo'g'i mana bu bu qo'limni oshiqcha rezinkani qo'yib yuborish orqali tomosha qiling mana. Uzuk xuddi yuqoriga yurayotganga o'xshaydi. Yana bir marta tushuntiraman mana. Oshiqcha rezinkani qo'yib yuborish orqali mana sal sekin qo'yib yuboramiz. Uzuk yuqoriga harakatlanadi. Bu fokusning sekreti. Juda ham oson bu fokus. Albatta oson o'rganib olasiz. Menda $100, $5000 sizniki, 5000 sizniki. Meniki emas bular. Realni bo'lyapti. Qaysi biri kuchli deb o'ylaysiz? 5000. Qarang, Hozir paytda. 5000 kuchlimi? $100 bosib turibdi 5000 ni ko'ryapsizmi? Qo'limda hech narsa yo'q, tagida ham hech narsa yo'q. Buklayman buni qanday qilib? $100 ni qo'lingizda bosing siz. Bu 5000 ni ham bosing. $100 kuchlimidi 5000 mi? 5000 kuchli dedingiz, ha? 5000 ni shunday qilsak ustiga chiqib qoladi, ko'rdingizmi? Voy bo'ladi. Siz qo'lingizda bosib turibsiz, $100 tagiga o'tib qoldi. Voy bo'ladi. Pastda edi odam. Qo'limda hech narsa yo'q. Qarang, boshqalardan qarang. Bu fokusda e'tibor bering. Fokus sekretini aytaman. Bu yerda $100 va videoda 5000 edi. Men hozir 50,000 qilyapman. Buni farqi yo'q. Prosta ikki xil pul bo'lsa bo'ldi. Dollarni ustiga qo'ydim. E'tibor bering. 50,000 bilan dollarni mana bu burchaklari teng bo'lishi kerak. Bu yerda asosiy sekret ikkala pulni mana bunday qilib buklaymiz. Buni teng buklamaymizda, mana bunday qilib uklon buklaymiz. Buni yashiramizda va tomoshabinga buni bosib tur deymiz. Buni tomoshabin o'ylang mana bosib turibdi. Buni bosgunga qadar vaqtda biz buni e'tibor bering yashirib turibman. Buni bunday qilib aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Uje bosgandan so'ng narigi barmog'ida buni bos deysiz. Buni bosguncha mana bu o'rta barmoq va bosh barmoqlar panjalar bilan buni yashirib turamiz. Buni aylanganini bilmasligi uchun buni bostiramiz. Bu asosiy hiyla bu yerda va shunchaki $100 ustida edi, pastga o'tib qoldi deymizda, buni yoyamiz. Fokus siri shunaqa edi. Haqiqiy ichida bir nimalari yo'qmi? Ko'ringchi. Tamam berdi aralashtirib ikkiga bo'laman. Qaysi birini tanlaysiz? Oling. Hammasini oling. Ichidan xohlagan kartangizni tanlab eslab qoling yaxshi kartani. Oling. Kartani bu yoqqa bering. Oling sizni. Kameraga bering buni. Menga. Kameraga ko'rsating, uni emas, buni. Siz ham tanlang bitta karta. Buni qarang. Men ko'rsatmang. Tanlaydi dedi. Ko'rsating kameraga. Qolganini bering kartani. Yaxshi ko'rinmadi boshqa. Yaxshilab ko'rsating kameraga. Bo'ldi. Eslab bo'ldingizmi? Bering bittadan kartani oldim. Sizni kartangizni mana kolonani sentriga solaman mana. Bo'p, jo'g'an gaplashamiz. Siznikini ham mana sal boshqa joyiga solaman. Qarang, 1 2 3 desam ustiga chiqib borish kerak kartangiz. Mashami? Yo'q. Ha, siznikini sinab ko'ramiz. 1 2 3 desam ustiga chiqib borish kerak. Yo'q. Ikkalasi ham emas. Qarang, bitta fokus ko'rsatamiz hozir. Qarang, ikkita kartani teskari machasiga qo'yamiz. Qolgan guli bu. Gulni navarib qo'yamizda, bitta sho'rchoq qilsak, hamma karta menga qarab qoladi. Olingchi, kartangiz. Keyin hozir bo'ladi. Kameraga ko'rsatdi. Meniki kam. Ham to'g'ri kameraga ko'rsating. Ha, to'g'ri, meniki. Ha, to'g'ri mana shu. To'g'ri. Yo'q, hozir men karta manaqasiga, manaqa bo'ldi, teskari bo'lib qoldi ekan. Bitta Mana kameraga ko'rsataman. Sizni kartangizni mana kartalar o'rtasiga sovuraman. 1 2 3 desam ustiga chiqish kerak. Yo'q, emas. Bu emasmi? 1 2 3 desam ustiga chiqish kerak.
Qarang, ikkitasini nabarot qo'yaman, ves kolода menga qaraydi. U bo'ladi. Bittasi teskari turibdi. Oling. Bittasi teskari. Mana mashq karta qo'yilaman. Kartalar bilan ko'rsatgan fokuslarni, sekretlarini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu yerda har qanday kartadan bu fokusni bajarsangiz bo'ladi. Bu fokusni sekreti quyidagicha bu yerda любой kolodani o'sha fokus ko'rsatayotgan zritelga, tomoshabinga berasiz. U xohlagancha aralashtiradi va shunchaki kartanikiga bo'lasiz. Bu asosiy sekret. Xoh uni, xoh buni tanlasin, farqi yo'q. Misol uchun buni tanladida, buni qo'liga berasiz. O'zi aralashtirib, ichidan bitta tanlab olishini so'raysiz. Shu paytda siz mana bu ustki qismidan, mana bu barmoqlar yordamida kartani mana bunday qilib buklashingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering. O'rta va bosh barmoq bunday tutadi. Bu ikkala barmoq kartani ustiga aylanib chiqadi, bosh barmoq bu yonida turadi. Mana bunday qilib bitta, ikkita, 3 ta kartani pastga surib aylantirib qo'yish olishingiz kerak bo'ladi. Mana nabarot qilib. Va tomoshabin zritel bitta kartani deylik buni tanlab oldida, qolgan kolodani olasiz, buni ustiga qo'yasiz. 3 ta karta bu yerda yashirilgan turibdi mana. Bu yerda chaqqon harakatlar bilan bitta aylantirib olasiz kolodani, kameraga yoki tomoshabin tanlagan kartani yaxshilab eslab olishini so'raysizda, kartani bitta nabarot aylantirib olasiz va bu kartani prosta mana shu kolodani o'rtarog'iga solasiz. Mana bunday qilib solasizda, uje kartalar almashib qoldi, 3 ta yuqorida nabarot turibdi, qolgani menga qarab turibdi. Endi o'xshatasiz bu yerda, fokusnilik qilasiz, ko'rsatasiz. Bo'mi deysiz, yo'q deydi. Yana bitta variant deysiz, bo'mi deysiz. Ikkalasidan ham yo'q deydi-da. Prosta ikkita kartani kolodaga nabarot qo'yaman deysiz, tushuntirasiz-da, bo'lmasa tushunmay qoladi. Ko'lel tomonini nabarot qo'yaman, qolgan kolodani ustiga deysiz, ikkita kartani menga qaratib qo'yaman va hamma koloda karta menga qarab qoladi deb kartalar yoyasiz. Bu yerda bitta boyaga karta, teskari solingan karta mana chiqib qoladi. Bor yo'g'i shu edi, fokus sekreti. Endi kommentariyalarda savol bo'lyapti, masalan, tushunmay qolganlar bo'lyapti. Yana bitta yo'li bor buni, fokusni ko'rsatishdan oldin 3 ta kartani mana bu yerga mana bunday qilib tayyorgarlik qilib olasiz. Bor yo'g'i kartalarni mana tanlashini so'raysiz. Oxiridagini yoymaysiz, oldirog'idan tanlaydi baribir. Bitta tanladida kartani ko'r degan paytingiz aylantirib olasiz kolodani, bu yerga solasiz va hozirgi harakatlarni bajarasiz. Ustiga chiqmadi, ikkalasi ham yo'q deydi. Ikkita kartani nabarot qo'yapman deysiz, shu joyga e'tibor bering. Ikkita karta nabarot. Va ves koloda menga qaraydi deysizda, bu yerda qandaydir pas qilishingiz kerak bo'ladi. Magический pas deyiladi, harakatlar. Bor yo'g'i shu. Fokus siri shunaqa edi. Kartalar har xilmi? Kameraga ham ko'rsat. Har xil? Har xil. Mana. Har xil. Xohlagan joyingizda mana tushayotgan joyda stop deb aytasiz. Stop. To'xtang. Siz aytasiz. Stop. Stop. Oling bitta karta, men ko'rsatmang, o'zingiz ko'rib oling. Tinchlik bo'lsin ishqilib. Ustiga qo'ying. Olgan joyingizga qo'yasiz, yopaman, qarang. Sizni kartangizni nechta sanab chiqaradi deylik? Koloda. 10 ta qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta sanayman, sizni kartangiz ustiga chiqib qoladi. Yana nechta sanab chiqaradi deylik? Yana kartalar har xil mana. Bir xili yo'q ichida. Nechta sanab chiqaradi? 7 ta sanab chiqaring. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7-inchisi siz qarang, buni sложныйsida. Qarang. Tinchlik 1 2 3 desam, kartangiz bu yoqqa o'tish kerak. Qarang, 1 2 3 desam, kartangiz ustiga chiqib qolar ekan. Yaxshilab qarang. Damani bu. Ozgina magiya qilsak, sizni kartangiz mana hammasi dama bo'ladi. Va nihoyat oxirgi fokusimiz, finalniy fokusimiz
Bu fokus juda ham ajoyib fokuslar qatoriga kiradi, juda ham mashhur fokus. Bu yerda asosiy sekret kartalarda bo'ladi. Bu kartalar maxsus fokusniklar uchun chiqarilgan bo'ladi. Bu yerda mana bir qarashda kartalar har xil tuyuladi. Lekin bitta kartani tagiga qo'yasizda, bitta kartani va nihoyat oxirgi finalniy fokusimiz kartalarni qanday qilib bir xil qilib qo'ydik. Bu fokus juda ham ajoyib fokus, juda ham mashhur fokus. Hozirgi kunda ko'p fokusniklar foydalanadi. Bu fokusning sekreti, asosiy sekret kolodada bo'ladi. Bu koloda maxsus koloda fokusniklar uchun. Ushbu kolodani men sotib olganman. Agar sizni ham bu koloda qiziqtirsa, siz ham sotib olish imkoniyatingiz bor. Описаниеda Telegram adresimni qoldirdim. Telegram manzilim, o'sha yerga kirib podpisatsiya qilib Telegramga qo'shilasiz va Telegramda mana shu karta haqida podrobniy qo'yganman. Qanday bo'ladi, necha pul, narxlari yozilgan. Juda ham arzon, qimmat emas. E'tibor bering, mana har xil kartalar 1, 2, 3 deysizda, mana bittasini olib qo'ysangiz dama bo'ladi. Hammasi dama bo'lib qoladi. Bu rekvizit, qaytaraman, bu maxsus karta. Mana shu kartani ham o'zingiz yasagandan ko'ra sotib olganingiz arzonroq tushadi sizga. Bu bir tavsiya sizlarga. Bir necha kun oldin YouTube kanalimga subshestva qo'ygandim. Mana bu anti-stress profilaksni qanday qilib uy sharoitida yasashni o'rgataman deb men sizlarga aytgandim. Bu yerda mana ko'p ilmiy ishlar qildik. Mana shu narsa ustida ko'p ishladik. Albatta hazil ilmiy ishlar qilmadik. Prosta mana shu narsa ustida ko'p vaqtim ketdi. Bu narsani men yasab ko'rdim. Bu kattasini ham yasadik simdan, lekin mana bu darajada chiqmadi. Buni prosta yasadikda, bu prosta turar ekan. Bu esa mana bu aylanar ekan ham. Bu tomosha qiling, mana bu aylanar ekan, mana bunday bo'lib anti-stress siqilgan paytingizda mana shu narsani mashg'ulotini qilib stressni ketkazishingiz mumkin, kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Mana bu narsa aylanmas ekan. Buni biz harakat qildik, o'xshamadi bu. Maqsad sizlarda aldashmas. Men bu subshestvani qo'ydim. Sizlar o'ylashinglar mumkin, bu yolg'onchi ekan, qo'ymayapti. Kommentariyada ko'pchilik norozi bo'ldi. Qo'ysangiz qo'ying, aytdingiz qo'ymayapsiz deb ko'pchilik so'radi. Bu narsani ham sizlar uchun topib qo'ydim. Mana shu narsa ham описаниеda Telegram adresimga kirasiz. Telegram adresimga kirib Telegramga qo'shilsangiz, mana shu narsani ham sizlar uchun men topib qo'ydim. Bu ham qimmat emas, buni ham agar xohlasangiz, sizga yoqqan bo'lsa, kerak bo'lsa sotib olish imkoniyatingiz bor. Qimmat emas, narxini o'sha yerga yozib qo'yaman. Telegramga kirib, bu yerda shu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha professional kameralarda bo'lmasa ham oddiy telefonda shuncha videolar qildik. Ularda fokuslarni, sekretlarini ham qo'ldan kelgancha ochib ko'rsatib berdik. Bundan zo'r videolarda, bundan ajoyib fokuslarni keyingi videolarda ko'rib, maza qilib ularni o'rganib, tomosha qilib, bajarib ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr.